Damaschi va labuchi akalar, sizlarga yangilik zo'rini qilib qo'ydik inshaalloh. Akalar bitta ko'rib baho berasizlar. Narigi tomonda turgan holati, bu tomoni qizili bo'ladi. Xohlagan ranglardan inshaalloh arqa fonini qizil desalar qizil, qora desalar qora, sariq desalar sariq, luboy rangdan tagiga ham qo'yganmiz. Akalar inshaalloh bemalol suvda yuvib artilaveradi. Beti xuddi shishaga o'xshagan material, umuman suvdan hech narsadan qo'rqmaydi. Xudo xolasa xohlagan ranglarda tiniq qilib yasab beramiz. Akalar ko'rishlari mumkin. Kak oynak bo'lib turibdi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa ikkita oldiga eshikni pastlari bilan 370 ming so'm chiqadi. Ikkita oldi obshipkani o'zi 350 ming so'mdan chiqadi. Akalar bemalol murojaat qilaverasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor, xudo xolasa.